Assalomu alaykum, kanalim a'zolari, mehmonlari. Bugungi razkladimiz iyul oyida sizni nimalar kutyapti degan mavzuda bo'ladi. Demak, iyul oyini bizga qanday kelishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, iyul oyi nimalar kutyapti bizni? Moddiy ma'naviy qiyinchilik bo'lishi mumkin. Moddiy tarafdan qandaydir qiyinchilikka uchrashingiz mumkin iyul oyini boshida, birinchi 10 kunligida. Va qandaydir agar siz hamkorlikda ish qilayotgan bo'lsangiz, hamkoringiz bo'ladigan bo'lsa, sherigingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu sherigingiz tarafdan qandaydir yolg'onga uchrashingiz mumkin. Mana shuni oqibatida moddiy tarafdan qiyinchilikni boshdan o'tkazishingiz mumkin. Bu sherigingiz yoki hamkoringiz mana shunaqa inson, ya'ni ikkita inson birlikda ish qilyapti-da, kimdir kimgadir yolg'on gapiryapti va moddiy qiyinchilikni keltirib chiqaryapti. Bu inson balkim internet orqali sizga nimadir jo'natgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir sizni nima desam bo'ladi, internet orqali ko'proq gaplashgan bo'lishingiz mumkin. Sizda emotsiyalar uyg'otadigan qanaqadir gaplar aytib, sizni ruhiy tarafdan boshqarishni qo'lga olgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizni ruhiyatingizga yaxshiroq ta'sir qilgan va buni oqibatida siz emotsiyalarga berilgansiz, sizda emotsiya uyg'ota olgan, lekin bu xayoliy, qandaydir reallikdan uzoq bo'lgan narsalar va bu yolg'on edi. Bu odamni orqasidan moddiy qandaydir qiyinchilikda qolasiz birinchi 10 kunlikda. Xo'p, keyingi holatlar esa ayyorlik, g'irromlikka uchrashingiz. Umuman olganda, iyul oyini boshida sizga qandaydir hamkorlik taklif qilib yoki ish bo'yicha qandaydir sizda o'tkir emotsiyalar uyg'otadigan qandaydir takliflar keladigan bo'lsa, mana bu takliflarni siz ruhiyatingizga qandaydir ta'sir qilayotgan, sizni ishontirishga harakat qilayotgan, sizga aktiv qandaydir ta'sirga ega bo'lgan so'zlarni ishlatayotgan inson bo'ladigan bo'lsa va umuman olganda sherikchilik ishlarida ehtiyot bo'lishingizni tavsiya qilaman. Chunki bunaqa sheriklikda yoki qandaydir hamkorlikda qilingan qandaydir boshlangan ish oxiriga borib sizga ayyorlik, g'irromlikka olib kelishi mumkin. Ya'ni bu yerda ikki insonni o'rtasida qilingan ish, hamkorlik, ruhiyatga ta'sir qilish, manipulyatsiya qilish, yolg'on gapirish, emotsiyalar uyg'otish, shu bilan birga ikki inson o'rtasida nohaqlik, ayyorlik, g'irromlikka olib kelishi mumkin. Doim sizda ikkinchi variant bo'lishini tavsiya qilaman. Agar siz moddiy tarafdan kim bilandir qandaydir hamkorlik qilayotgan bo'lsangiz yoki iyul oyida qilishni taklif qilishgan bo'lsa, doim bir planingiz bo'lishini tavsiya qilaman. Chunki bu hamkorlikda minusga uchraydigan vaziyatingizda qaysi yo'lni tutasiz, doim planingiz bo'lsin. Aql bilan ish ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki bu yerda emotsiyalarga berilib, xato qilib qo'yishingiz mumkin. Emotsional holatingizga, ruhiy holatingizga ta'sir qila oladigan inson turibdi bu yerda. Siz esa aql bilan ish tutganingizda, sovuqqonlik bilan, o'tkir aql bilan va qo'shimcha planlar bilan ish qilganingizda sizni moddiy tarafdan yaxshi natija kutyapti. Ya'ni bu holatni oson yengib o'tish uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan narsa emotsiyaga berilmaslik, ruhiy ta'sirga ega bo'lgan so'zlarni o'zingizni qandaydir trezviroq ko'z bilan qarash vaziyatga, xayollarga berilmaslik, illyuziyalarga berilmaslik va shu bilan birga sehr bilan shug'ullanadigan umuman yoki munajjim bashoratlari bo'ladimi yoki qandaydir
sizni ruhiy holatingizga ta'sir qiladigan, sehr bilan shug'ullanadigan qandaydir insonlar sizda emotsiyalar uyg'otadigan bo'lsa va qandaydir sizda qo'rquv, vahima uyg'otadigan bo'lsa, ehtiyot bo'ling, chunki bu oxir oqibat sizni judayam qiyin holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Demak, iyul oyida faqatgina mana sanab o'tdim, ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan narsalardan ehtiyot bo'lsangiz, aql bilan ish ko'radigan bo'lsangiz, judayam yaxshi natijalar kutyapti. Demak, hozir ish yo'llari, pul yo'llarini ko'rib chiqing. Endi sevgi, munosabatda nimalar kutyapti sizni iyul oyida? Sevgi munosabatlarda nimalar kutyapti? Sevgi munosabatlarida nimalar kutyapti iyul oyida? Agar hozirgi vaqtda siz qaysidir munosabatlar tugadi degan holatga kelgan bo'lsangiz, stressli, depressiv holatni, ruhiy tushkunlik holatni boshdan o'tkazayotgan bo'lsangiz yoki qandaydir ayriliqni yashab o'tayotgan bo'lsangiz, bu holatdan sekin chiqishni boshlaysiz. Stabil holatga kelishni boshlaysiz. Ya'ni ruhiy tushkunlikdan qora polosani уже tugash vaqti keldi va iyul oyida sizni stabil kayfiyat egallab oladi. Ya'ni energiyaga to'lasiz. Ruhiy tarafdan o'zingizni o'nglaganingizdan keyin yana ishtiyoq uyg'onadi. Munosabat, balkim yangi bir munosabatga tayyorlik hissi uyg'onar. Hayotingizga yangi bir inson kirib kelishi mumkin. Sizni energiyaga to'ldiradigan, hayotingizga yangiliklar olib keladigan yangi tanishuv bo'lishi mumkin. Bu tanishuvda sizni yangi imkoniyatlar kutayotgan bo'lishi mumkin. Faqatgina siz bu yerda balkim bu masofadan munosabat bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlar yuzma-yuz uchrasha olmaysizlar, uzoqdasizlar bir-birlaringizdan yoki siz mana bu ruhiy tushkunlik holatini yashab o'tganingizdan keyin, endi ruhiy tiklanishga erishganingizdan keyin hayotingizga kirib kelgan yangi insonni o'zingizga yaqinlashtirishdan qo'rqishingiz mumkin. Masofa saqlab gaplashishingiz mumkin bu oyda. Mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin va munosabatlarda sovuqchilik uyg'otishi mumkin. Agar siz munosabatlarga hali tayyor emasman, o'zimni endi tiklab oldim, hali biroz vaqt kerak deydigan bo'lsangiz, munosabatga kirishmasligingizni tavsiya qilaman. Chunki bu yerda yangi boshlangan munosabatlarda ham qandaydir sovuqchilik, o'rtalaringizda tortishuvlar bo'lishi mumkin. Hali munosabat chuqurlashmasdan turib, bu inson sizga nisbatan rashkchiligi yoki qandaydir ruhiy tarafdan tez yonib, tez o'chadigan xarakterga ega bo'ladigan inson bo'lsa, u inson to'g'risida qandaydir sizni o'ylantiradigan vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, nimalardir berkitayotgan bo'lsa yoki sizga nisbatan ochiq bo'lmayotganligi sizni jahlingizni chiqarishi mumkin. Yoki siz hayotingizda ikkita inson paydo bo'ladida, ikkalasi bilan bir xilda munosabatni olib borishga harakat qilishingiz mumkin. Ya'ni demoqchimanki, yangi ruhiy holatdan stabil holatga o'tganingizda, ruhiy holatingiz yaxshilanganda yangi tanishuv bo'ladi va hayotingizga bir emas ikki inson kirib keladi. Ikkalasi bilan munosabatni davom etkazishga bo'lgan qanaqadir ikkalasini ham teng olib ketasiz, lekin masofa saqlab gaplashasiz. Muammolar, ya'ni o'rtalaringizda bo'ladigan konflikt, tortishuv, mayda-chuyda vaziyatlar sizni jahlingizni chiqarishi mumkin va munosabatlarda qandaydir pauza bo'lish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizga maslahatim, sevgi munosabatlarida agar men ruhiy tarafdan tayyorman deydigan bo'lsangiz, keyin boshlashingizni tavsiya qilaman. Va bu yerda ikki inson bilan bir xilda munosabatni davom etkazayotgan holatingizni ko'ryapman, ya'ni oyning oxirida, lekin ulardan biri bilan o'rtalaringizda qandaydir konflikt kelib chiqishi mumkin, chunki qandaydir vaziyat kimgadir yoqmasligi mumkin, ya'ni o'rtalaringizda ziddiyat, tortishuv, mayda-chuyda qanaqadir uncha katta bo'lmagan, lekin o'rtalaringizda pauza olib kelishi mumkin bo'lgan vaziyat bo'lishi mumkin. Balkim sizni eski travmalaringizni
eslatib yuboradigan qandaydir holat bo'lishi mumkin. Mana shu holat sizni jahlingizga chiqarishi mumkin sevgi munosabatlarida iyul oyida. Bugungi raskladimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.